Omonxona. Surxondaryo viloyatining tarixi buyuk sivilizatsiyalarning boshlanishiga borib taqaladigan qadimiy ildizlarga ega. O'zbekistonning ushbu ajoyib go'shasi o'zining tarixiy yodgorliklari, shifobaxsh suvlari va go'zal tabiati bilan mashhurdir. Bu ko'pirni mana Surxondaryo xalqi buni yer ko'prik ota deydi. Ko'pirning enligi 5 metr, uzunligi 26 metr, pastga qalinligi 10 metr, pastga soygacha boradigan 19 metr. Yer sathidan 1217 metr balandlikda Omonxona davolash maskani joylashgan bo'lib, asosiy davolovchi manba bu mineral buloq suvidir. Toshlar orasidan chiquvchi suvning xususiyati jigar sirrozi va gepatit kasalliklariga davoligidadir. Bu yerda qadimiy an'analar saqlanib qolgan. Mahalliy aholi yozning chillasida g'or kovagida sariyog' va boshqa mahsulotlarni saqlab qo'yishadi. Bu esa mahsulotning sifatini buzilmasligiga yordam beradi. Dam oluvchi va mehmonlar uchun barcha sharoitlarga ega bo'lgan mehmon uylari tayyorlangan. An'analar asosida tayyorlanadigan tandir go'shti dam oluvchi va mehmonlarni befarq qoldirmaydi. Bu yerda sizni unutilmas taassurotlar kutmoqda.